Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Ha, yaxshi eshitilyapti. Assalomu alaykum. Sarvar Assalomu Eldorovich, alaykum. yaxshi eshitilyapti dovushingiz. Juda ham yaxshi. Bo'lmasa boshlaymiz. O'rtoqlar, bugungi treningimizda o'tishimizdan maqsad hozir mana asosan partnyorlar uchun o'tilyapti bu narsa. Bu yerda hech qanaqa masalan registratsiya bo'lmagan insonlar yo'q. Nima uchun partnyorlar uchun o'tilyapti? Asosan mana shu biznesni to'g'ri tashkil qilish, tizimni to'g'ri yo'lga qo'yish, to'g'ri komanda tuza bilish. Ko'pchilikni ko'ryapmiz, registratsiyadan o'tgan, bir martalik mahsulot olgan, hali tizim qurish haqida hech qanaqa ma'lumoti yo'q, biznesda qanaqa rivojlantirishni bilmaydi yoki bo'lmasam biznesda qanaqa pul topishni bilmaydi. Ana shular haqida bugun gaplashamiz. Umumiy hisobda 50 minut, uzoq bilan 60 daqiqa, 1 soat bo'ladi treningimiz. Undan keyin novichoklarimizda albatta soat 21:00 da mahsulotlar haqidagi o'zbekcha mahsulotlar natijalari bo'ladigan o'zbekcha gruppamizga novichoklaringizni takliflaringizni qo'shsangiz, bu yerda prezentatsiya o'tiladi. Xo'p, azizlar, birinchi o'rinda tarmoqli marketingni sut nimadaligini tushunib olishimiz kerak. Juda ham ko'pchilik insonlar men setvikda ishlayman, men tarmoqli marketingda ishlayman deydi, lekin asl mohiyatini tushuna bilmaydi. Juda ham ko'pchilik insonlar bir qarashda massaviy narodimizda qarashi bu biznesga shunchaki qanaqadir narsa sotish, qanaqadir kimgadir alib tovar o'tkazish yoki bo'lmasa shunga o'xshash juda ham jiddiy bo'lmagan nazar bilan qarashadi. Aslida esa bu juda ham zo'r biznes, juda ham jiddiy biznes. Nimagaligini hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Nima uchun insonlar bu biznesda boshda jiddiy deb tushunmaydi? Bizning insonlarimizda oldindan qolib ketgan bitta privik bor, ya'ni o'rganish bo'lib qolgan traditsion biznesda jiddiy biznes sifatida qaraydi. Bu biznesda setoviy marketingni esa unaqa jiddiy biznes sifatida qaramaydi. O'shaning uchun ham juda ham ko'p insonlar tushunmagan narsasini отрицать qiladi-da, masalan, tushunmagan narsasini отказ qilaveradi. O'shaning uchun ham birdaniga qabul qilishi qiyin bo'ladi. Nima uchun? Mana e'tibor qilingda, setoviy marketingda juda ham ko'p liderlarni ko'ramiz, katta-katta bonuslarga chiqqan, katta-katta cheklarga chiqqan, lekin juda ko'p insonlar o'sha narsalarga chiqa olmayapti. Bularni bitta kamchiligi aynan setoviy marketingda qilinishi kerak bo'ladigan narsalarni, bilish kerak bo'lgan narsalarni bilmaydi. Bitta narsa bu ilmsizlik bo'ladi. Tarmoqli marketing buni olib qarasa unaqa qiyin biznes emas, lekin tarmoqli marketingda ishlash uchun siz ruhan kuchli inson bo'lishingiz kerak. Ruhan kuchli inson bo'lishingiz kerak. Kim masalan tarmoqli marketing bo'lmaydi, bu oddiy biznes, jiddiy ish emas deb aytayotgan bo'lsa, men garantiya bilan aytaman, ana shu insonlar bir bora kirib bu tarmoqli biznesda hali ishlab ko'rishga duhi ham yetadigan insonlar emas. O'zi qilib ko'ra olmagandan keyin mana shunaqa o'zidan negativ gaplar chiqarishni boshlaydi. Demak, azizlar, nima uchun biz hozir tarmoqli biznes bilan shug'ullanishimiz kerak va kimlar uchun bu muhim? Bu haqida salgina to'xtalib o'tamiz. Juda ko'pchilik insonlar aytadiki, moliyaviy piramida bilan tarmoqli biznes umuman boshqa narsa. Xo'p, tarmoqli biznesda siz nima qanday tushuntirsam? Ko'p faqat narsa sotish biznesi degan nazar bilan qaraydi. Siz agar faqat narsa sotish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu biznesda uzoqqa ham bormaysiz va tez charchaysiz va unaqa katta daromadga ham chiqa olmaysiz. Bu tarmoqli biznesda sud bitta narsa. Insonlarga xizmat qilish. Kimlarga xizmat qilamiz? Mana hammamiz boy bo'lishni xohlaymiz. Hamma ham boy bo'lishni xohlaydi. Katta-katta orzu maqsadlari bor, katta-katta narsalarga, mashinalarga ega bo'lishni xohlaydi. Lekin aynan u uchun qilinish kerak bo'lgan ishlarni qilmaydi. U uchun qilinish kerak bo'lgan qiyinchiliklarni qilmaydi. Misol uchun oddiy inson oyiga $5000 topishi uchun
oddiy traditsionniy biznesda qancha pul vkладывать qilish kerak, qancha pul investitsiya qilish kerak? $5000 oyiga siz daromad olishingiz uchun minimum $50,000, $100,000, $200,000, $300,000. Tasavvur qiling, $50,000 yoki $100,000 pul kirityapsiz. O'shanda siz misol traditsion biznes nima? Apteka bo'lishi mumkin, restoran bo'lishi mumkin, kafe bo'lishi mumkin, magazin bo'lishi mumkin, продуктовый magazin, одежда и так далее. Siz o'sha yerdan masalan $5,000 daromad topishingiz uchun kamida $50,000, $100,000 u yerga investitsiya kiritishingiz shart. To hali hech kim garantiya bermaydi. Siz u yerda $5,000 pribylga chiqasizmi, chiqmaysizmi? Buni hali hech kim sizga garantiya bermaydi. Balki mahsulotingizni so'rovga ham o'tib qolish mumkin. Endi tarmoqli marketingda ko'ryapmiz, liderlarni $5,000 realni topish. Realni topish mumkin. Ne только $5,000, $10,000 topayotganlar bor, $40,000, $50,000, $100,000 topayotganlar bor. Va biz buni ko'ryapmiz. Demak, imkoni bor ekan. Endi oyiga 5,000 topish realni bo'ladigan bo'lsa, endi tarmoqli marketingda ish boshlashingiz uchun qancha pul talab qilinyapti? Atiga arzimagan $160 yoki €600. Mana shu ikkitagina paket. Mana shu sizga yo'l ochib beradi oyiga kamida $5,000 daromad topishingizga. O'shaning uchun bu biznes kimlar uchun ekan? Katta daromadni xohlab, orzu istaklari bo'lib, lekin hech qanaqa masalan investitsiyasi yo'q, puli yo'q, qanaqadir traditsion biznes qilish uchun yig'ib qo'ygan puli yo'q insonlar uchun bu ayni muddao ekan. O'shaning uchun tarmoqli biznesga kiradigan insonlarning 90% tarmoqli biznesga kirgangacha ularning daromadi $1000 kam bo'lgan insonlar 90%. Bu statistika. Va tarmoqli biznesga kirgandan keyin ularning sekin-sekin daromadi oshadi agarki tarmoqli biznesda o'sha buyurilgan yo'llarni aytilgandek qilib bosib o'tiladigan bo'lsa. Tarmoqli biznesni, mana biznes tashkil qilishda 10 asosi degan qo'llanma bor. Mana bu qo'llanma bor. Bu kimdir yaratgan shunchaki xayolot dunyosidan olingan kitob emas. Bu qanaqadir nima deydi? Teoriya yoki boshqa emas. Bu aynan tarmoqli biznesda birinchi $1 million qo'lga kiritgan setiviglarni, ya'ni tarmoqchilarni hayot yo'li, hayot tajribasi. Aynan mana shu tizimdan chiqmagan holda siz biznes quradigan bo'lsangiz, однозначно $1 million chiqasiz. Однозначно. Chunki butun tarmoqli biznesda bu ilmlardan foydalanishadi. Buni shunchaki qo'llanma sifatida ko'ring. Buni kitob sifatida yoki boshqa narsa shunchaki qo'llanma. Misol uchun, o'zingizga yangi televizor oldingiz yoki yangi nimadir buyum oldingiz. Har bitta yangi buyum olganingizda ichida o'zini maxsus qo'llanmasi chiqadi. Ana shu qo'llanma orqali uni qanaqa ishlatilishini siz tushunib olasiz. Bu biznes ham xuddi shunday. Bu biznesga kirguncha bilamiz, hamma qaysidir soha vakillari yig'ilgan. Kimdir o'qituvchi, kimdir vrach, kimdir aytaylik yurist, kimdir aytaylik sotuvchi, har xil soha vakillari bor va hamma o'zini sohasida qaysidir darajada professional. Lekin tarmoqli biznesda siz hozir novichoksiz va yangisiz. O'shaning uchun ham albatta bu yerdagi ko'rsatilayotgan bilimlarni go'yoki birinchi sinfga kelgan o'quvchi singari o'ziga o'zlashtirishingiz kerak. Agarki siz katta cheklarga chiqishni xohlasangiz. Demak, tarmoqli biznes tashkil qilishda 10 ta asosi bor va 10 ta asosdan oldin 4 ta ustuni bor. Men mana shu hozir 4 ta ustun haqida gapirib o'taman. Demak, nimaga aynan 4 ta ustun, nimaga 2 ta emas yoki 3 ta emas yoki 5 ta emas? Hamma narsa 4 ta ustunga tayangan, 4 ta oyoqqa tayangan. Uyni ham devori 4 ta, mashinani ham baloni 4 ta, hamma narsa 4 ta joyda mustahkam turadi, to'g'rimi? O'shaning uchun biznesingizni ertaga yiqilmasligi uchun 4 ta ustuni bor. Agar mana shu 4 ta ustunni mahkam ushlaydigan bo'lsangiz, biznesingiz hech qachon yiqilmaydi va komandangiz hech qachon tarqalib ketmaydi. Nimaga deganda, bu bilimlar nima uchun kerak? Siz o'ylashingiz mumkin, nima bitta odamni biznesga taklif qilish shunchalik qiyinishmi? Da qiyinish.
Biznesga taklif qilish boshqa bir bilimni talab qiladigan bo'lsa, komandani ushlab qolish boshqa bir bilim. Taklif qilish boshqa bir qiyinchilik. Biznesga taklif qilish boshqa bir qiyinchilik. Ana u taklif qilgan komandangizni ushlab qolish boshqa bir qiyinchilik. Endi 4 ta ustundan demak, birinchisi bu biznesda doimiy bo'lish. Buni azizlar yozib oling. Bu sizga kerak bo'ladi. Agar haqiqatda mana shu biznesda kelajagingizni qurib, katta komanda tuzib va o'sha yerda katta cheklarga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu bilimni sizga kerak bo'ladi. Birinchisi demak, biznesda doimiy bo'lish. Biznesda doimiy bo'lish degani ko'pchilik aytadi, masalan, boshqa kasb sohalariga kuniga 2 soat shug'ullanib qo'ysang yetadi, kuniga 3 soat shug'ullanib qo'ysang yetadi degan yolg'on gaplarni o'qish mumkin. Yo'q azizlar. Bu biznes jiddiy biznes. Agar siz bu biznesga boringizni tikmasangiz, qancha vaqtingizni agar shu biznesga tikadigan bo'lsangiz, siz shunga yarasha daromad olasiz. Siz o'ylamang, tarmoqli biznes shunchaki nima deydi? Tekinga pul berib qo'ymaydi tarmoqli biznesda. O'zini mehnatini qilish kerak, vaqt ajratishingiz kerak biznesga. Misol uchun, agar siz davlat ishiga yoki davlat ishi bo'ladimi yoki kimdir qo'lida ishchi bo'lasizmi, ish vaqti aytaylik 8 soat, aytaylik, soat 8 dan yoki soat 5 gachami, aytaylik. Mana shuncha vaqt o'sha ishxonada bo'lasiz va boshliq buyurgan o'zingizga biriktirilgan ishlarni qilasiz. Lekin oylik daromad qancha? 3 million, 4 million, 5 million, poytaxtlarda bo'lishi mumkin 8 million, 10 million. Lekin chegara bor. Boshqa undan oshira olmaysiz. Tarmoqli biznesda siz agar xuddi mana shunday vaqt ajratadigan bo'lsangiz, xuddi mana shuncha kun bo'yi shug'ullanadigan bo'lsangiz, men sizga garantiyaman 3 oydan keyin oyligingiz $1000 kam bo'lmaydi. Bu garantiya. Agar xuddi 8 soatdan kuniga bu biznesni jiddiy qabul qilib, xuddi bir kasb sifatida, ish sifatida ko'rib vaqt ajratadigan bo'lsangiz, 3 oydan keyin men sizga garantiya beraman, oyligingiz $1000 kam bo'lmaydi. Agar kimdir bu ishda muvaffaqiyatga erishmayotgan bo'lsa, men bu ham aniq, yoki u yetarlicha vaqt ajratmayapti, yoki vaqt ajratayotgan bo'lsa ham mana bu bilimlarni bilmasdan turib taklif qilyapti kimlardir. Biznesda doimiy bo'lish degani, misol uchun, radar doim yopiq bo'lishi kerak. Siz o'rtoqlaringiz bilan gapga yig'ildingizmi, to'yga bordingizmi, ta'ziyaga bordingizmi, qayerda yoki sayohatga ketdingizmi? Miyada bitta narsa bo'lishi kerak. Kim bilandir gaplashayotganda shu insonni biznesga taklif qilsam qanaqa bo'ladi yoki o'sha insonni biznesga taklif qilish uchun u bilan qanaqadir mod qurish kerak bo'ladi. Radar doim yopiq bo'lsin degani shu. Bo'sh bo'lganingizda internetdan, Instagramdan qanaqadir bular bo'lmas reelslarni ko'rmasdan kim bilandir munosabat qurish kerak. Mana shu biznesda doimiy bo'lishdan o'tadi. Buni biz har doim mashina misolida ko'rsatamiz, tushuntirib beramiz. Hamma masalan akkumulyator o'tirib qolgan mashinani itarib ko'rgan bo'lsa kerak. Birinchi mashinani o'rnidan qo'zg'atguningizcha butun kuchingiz sarflanadi. Joningiz bo'g'zingizga keladi. Lekin 4 ta balon ham aylanib olgandan keyinchi mashinani bir qo'l bilan itarib ketaverasiz. Tarmoqli biznes ham xuddi shunaqa narsa. Boshida siz bir o'zisiz, hali komandangiz yo'q, hali biznesga hech kim taklif qilmagansiz. Biznes o'rnidan siljimaganday turaveradi. Lekin siz ishni yurg'izib olib, 3-4 ta liderni yo'lga tushirib olganingizdan keyin biznes shunaqa oson ketadi, hech narsaga o'xshamaydi. O'shaning uchun azizlar, biznesda doimiy bo'lish degani shu. Kimlardir nima qiladi? Bir kun ertadan turadi, men bugun tarmoqli biznes zo'r qilaman, prezentatsiya qo'yaman, boshqa qilaman deydi. Bir kunga 10 ta prezentatsiyani qo'yadi, ertasi kuni u o'tiradi charchab, deydi. Yoki bo'lmasa bir hafta biznesda bo'ladi-da, 10 kun, 15 kun boshqa o'zining ishi bilan bo'lib ketadi. U biznesda doimiy bo'lyaptimi? Yo'q. U vaqt o'tishi bilan biznesdan sovib ketadi. Vaqt o'tishi bilan biznesdan sovib ketadi. Agar kimdir komandasida, misol uchun, biroz vaqt boshida yonib, bilasizlarmi, men tarmoqli marketingga kirgan odamlar boshida shunaqa emotsiya bo'ladi. Ya deydi, men deydi, butun shuncha tanishim bor deydi, men hammani azobga tashlayman, o'zi atiga $160 ekan-ku deydi. Hammani azobga tashlayman, u yoqqa tashlayman, bu yoqqa tashlayman deydi. Bir oydan keyin qarasangiz, o'chib o'tiradi. Nimaga? Chunki u biznesda doimiy bo'lmadi.
10 kun, 15 kun harakat qildi, yana 10 kun, 15 kun o'tib qoldi. Bo'ldi. Siz yana noldan boshlashingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ham biznesda doimiy bo'lish kerak degani shu. Siz butun kuchingizni boshida ana shu 4 ta balonni aylantirib olishga harakat qilishingiz kerak. Ana shundagina biznesingiz yurishni boshlaydi. Xo'p, ikkinchi ustunimiz. Yozib oling, azizlar. Promotion, ya'ni hurmat ko'rsatish. Hurmat ko'rsatish kimga nisbatan? Birinchidan, upline va downline. Downline masalan, sizdan tepadagi bitta inson va sizdan keyingi inson, siz taklif qilgan inson, sizni sponsoringiz va siz taklif qilgan insoningizga nisbatan qilinadi va kompaniyaga nisbatan qilinadi va mahsulotga nisbatan qilinadi. Tarmoqli marketingga kirgan inson borki, agar promotion siz ishlaydigan bo'lsa, bu biznesni qila olmaydi. Nimaga deganda, sotuvni yuragi agar reklama bo'ladigan bo'lsa, agar siz chiroyli reklama qiladigan bo'lsangiz, pastda ham sotishingiz mumkin-da, qadamni ham sotishingiz mumkin. Chiroyli reklama qiladigan bo'lsangiz. Lekin biznesning yuragi bu promotion. Biznesning yuragi bu promotion. Misol uchun, mana shu mahsulot bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulotni mahsulotga qanchalik zo'r promotion beradigan bo'lsam, mani tinglaydigan odam mani berayotgan informatsiyamga qarab buni qabul qiladi. Qanday tushuntiray? Mana buni haqida qanchalik qimmat informatsiya berayotgan bo'lsam, ana oladigan inson o'shanga qarab qabul qiladi. U hali buni ichib ko'rgan yo'q, u hali fitlayni bilmaydi, u hali buni ta'mini bilmaydi. Lekin men agar unga haqiqatda zo'r promotion beradigan bo'lsam, u meni promotionimga qarab qabul qiladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, biznesda uchinchi shaxs degan narsa bor. Sizni tanish bilishlaringiz hech qachon sizni tan olmaydi. Bu fakt narsa. Sizni tanish bilishlaringizga, masalan, prezentatsiya o'tmoqchi bo'lsangiz, albatta sponsoringizdan foydalanishingiz kerak. Sponsor bu uchinchi shart. Endi siz tanish bilishlaringiz uni qabul qilishi uchun siz sponsoringizga nisbatan hurmat ko'rsatishingiz kerak. Siz u insonni qanaqa darajaga ko'tarib ko'rsatsangiz, sizni masalan tanishlaringiz u insonni shunday qabul qiladi. Bu biznes shunaqa. Masalan, men shu kompaniyani hamkori sifatida, kompaniyani bir bo'lagi sifatida, men kompaniyani qanaqa ko'rsatsam, kimgadir, qanaqa promotion beradigan bo'lsam, men tanishtirayotgan odam men qanaqa tanishtirsam, o'shanaqa tasavvurga ega bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda. O'shaning uchun promotion bu juda muhim hisoblanadi. Bu biznesning yuragi hisoblanadi. Promotionsiz biznesingiz yurmaydi. Hamma joyda promotion kerak. Hamma joyda promotion kerak. Promotion qanaqa? Misol uchun, yolg'on gaplar, yolg'on yaxshi, yo'q yerdagi gaplar kerak emas. Prosta bor narsani boricha urg'u berib ko'rsatib berish kerak. Aynan mana shu narsa, masalan, vitamin B kompleks. Buni preimуществоsi nima? Bunga masalan promotion berayotganda, masalan, buni bemalol, masalan, onkologik kasalligi bor bemorlarga bersiz bo'ladi. Nimaga deganda, buni tarkibi tabiiy vitamin B kompleks. Men misol tariqasida keltiryapman. Endi bunga misollar ko'p. Yoki bo'lmasa, masalan, men o'zimni sponsorimga misol promotion ko'rsatadigan bo'lsam, men taklif qildim, misol uchun kimgadir Yulduz Shodiyevaga masalan ko'rsatadigan bo'lsam promosionni va meni hayotimni tubdan o'zgartirib yuborgan inson mana shu inson bo'ladi. Men biznesda o'zi ko'p hamma narsani bilaman deb o'yladim, lekin ustozimni o'tayotgandan keyin judayam kam narsani bilishimni bildim. Va menda hayotda ko'p narsani to'g'ri taraflarini ko'rsatib berdim deb promotion bergan bo'lsa, men kimgadir aytayotgan bo'lsam, u inson masalan men sponsorimga nisbatan qanaqa nazarda qaraydi. Men tasavvur qilib ko'ringiz. Betlarni tavsiya qilaman hammaga. Demak, promotion biznesingizni yurg'izadigan narsa ekan. Biznesingizni yuragi bu promotion ekan. Doim ishlab turish kerak. Har joyda, har sohada promotion ishlab turish kerak. Endi uchinchisi,
Uchinchi ustun, bu ustoz shogird. Azizlar, har bir sohada siz qanaqa professional bo'lishingizdan qat'iy nazar 5 yil o'qiysizmi, 7 yil o'qiysizmi, 10 yil o'qiysizmi, o'qishni tugatgandan keyin albatta zo'r bitta ustozni yoniga shogird turib, amaliy o'rganasiz. Amaliy o'rganasiz. Chunki nazariya qancha uzoq muddat bo'lishidan qat'iy nazar amaliyotda o'rnini bosmaydi. Xuddi bu biznes ham xuddi mana shunaqa. Sizni bu biznesga taklif qilgan inson mana shu inson sizni sponsor, sizni ustozingiz bo'ladi. Mana shu inson o'zingizdan ancha bir kun oldin kirgan bo'lsa ham, u sizning ustozingiz. Sizdan bir kun oldin mana shu biznesga kirgan bo'lsa ham, u sizning ustozingiz. Chunki sizdan oldin bildi shu narsani, sizdan oldin kirdi shu yerga va albatta ustozni hurmatni qilish kerak. Siz ustozingizni qanaqa hurmat qiladigan bo'lsangiz, ustozni qanaqa hurmat qilasiz? Sizni komandangiz, siz tuzayotgan komanda sizga xuddi shunaqa munosabatda bo'ladi. Va biznesda boya birinchi aytgan narsam, hech qachon men hamma narsani bilaman demang. Siz aytaylik, qaysidir joyda bir rahbar bo'lishingiz mumkin. Qaysidir joyda sizda 20 ta, 30 ta, 50 ta ishchi xodimlaringiz bo'lishi mumkin. Lekin mana bu biznesda siz yangisiz. Bu biznesda suv osti toshlari, masalan, qiyin kamchiliklari, plyuslari, minuslarini o'rganishingiz uchun sizga albatta ustoz kerak bo'ladi. Ustoz aynan sizni mana shu biznesga taklif qilgan inson bo'ladi. O'shaning uchun albatta bu yerda ham ustoz shogird an'ana hamma joyda bor. Ota bobomizning davridan tortib hozirgacha ustoz shogird an'anasi bor. Kim mana shu pravilalarni ushlaydigan bo'lsa, albatta biznesga muvaffaqiyatga erishadi. Va to'rtinchi muhim ustunlardan bittasi bu munosabatlar. Bu biznes haqiqatda munosabat ustida quriladigan biznes. Endi munosabat deganda qanday tushunamiz? Misol uchun kimnidir biznesga taklif qilmoqchi bo'lsangiz, ko'chada ko'rib qoldingiz, baxtga mana bunaqa biznes qilyapman deb birdan taklif keta olasizmi? Yo'q. Обязательно siz bilan munosabat qilishingiz kerak, mos qilishingiz kerak. Tarmoqli biznesda ishlaydigan odamlar munosabat nimaligini juda ham yaxshi biladi. Hech qachon tanish bilishlar bilan munosabatni oxirigacha o'tvormaydi. Doimiy masalan birga ishlamagan taqdirda ham munosabat doimiy bo'lib turadi. Har zamonda telefondan gaplashib qo'yadi yoki Telegramdan xol-ahvol so'rab qo'yadi, etakdali. Mana bu munosabat juda muhim sanaladi. Bu munosabatni men nima deyishim mumkin? Misol, komandangizdagi har bitta inson bilan shu darajaga yaqin munosabat bo'lingki, uni oilaviy holatini ham biling. Oilaviy holatigacha bilishga majbursiz. Agar siz sponsor bo'ladigan bo'lsangiz, haqiqatda komanda quradigan bo'lsangiz, uni oilaviy holati, oilaviy sharoiti qanaqa, hozirgi kunda u nimadan qiynalyapti, nimadan aziyat chekyapti? Chunki qorni och odamga pul haqida gapirganingiz bekorda. Qorni och odamni birinchi qornini to'yg'izish kerak. Yoki bo'lmasa, har bitta o'sha komandangizdagi insonlarni kerak bo'lsa tug'ilgan kunigacha biling. Tug'ilgan kunigacha biling. Tug'ilgan kunda masalan aytilgan yoki bittagina ismingiz chiroyli to'rt qator yozilgan oddiy ismingiz qanchalik insonning ruhiyatiga, kayfiyatiga qanchalik ta'sir qiladi. Mana bu munosabat sizni ertaga komandangizda kimlardir tortib ketishidan yoki biznesdan chiqib ketishidan asraydi, himoya qiladi. Qaysi masalan eshitgansiz, masalan kimlardir biznesda taklif qilgan bo'lsangiz, "Yo, men sponsorim bilan dedi, munosabatim yaxshi" dedi. Mayli dedi, "Sani marketinging yaxshidir, mayli sani aytaylik mahsuloting yaxshidir, lekin men sponsorim bilan dedi, sponsorimni yuziga oyoq qo'ya olmayman, ular bilan munosabatim yaxshi" dedi. Tushundingizmi? Mana bu narsa juda ham muhim. Ertaga masalan komandangizda tarqalib ketishini oldini oladi, etakdali. O'shaning uchun mana shu 4 ta ustun azizlar. Buni albatta yozib oling. Bu juda ham kerak bo'ladi. Har doim o'tganimizda buni yana ham podrobno ochib boraveramiz. Bugun endi vaqtimiz salgina qisqa bo'lgani uchun qisqaroq shaklda gapirib o'tyapman. Demak, to'rtta ustuni bildik. Ana endi 10 asosni boshlaymiz azizlar. 10 asos bu o'zi nima? 10 asos bizga nima beradi? Nima ekan 10 asos? Hali oramizda eshitmagan insonlar bo'lishi mumkin. 10 asos nima ekan? Nimani asosi ekan u? Nima qilib berar ekan bizga? degan savollar tug'ilishi mumkin. Bu narsa birinchidan sizga
to'g'ri maqsad qo'yishdi, to'g'ri tizim qurishdi, to'g'ri komanda qurishdi. Agar kimnidir biznesga taklif qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri taklif qilishdi, to'g'ri prezentatsiya o'tishdi, to'g'ri xarid qilishdi, to'g'ri duplikatsiya chiqarishdi, to'g'ri komandangizda himoya qilishni o'rgatadi. Ana shu narsalar, ana shu bilimlar hammasi 10 asos qo'llanmasida bor. Zerikib qolmadinglarmi? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, juda ham. Xo'p, demak, birinchi asosimizdan nuqtai nazarni o'zgartirish. Yozib oling. Nuqtai nazarni o'zgartirish. Paradigm shift deyiladi. Ya'ni nuqtai nazarni o'zgartirish juda ham katta mavzu bu narsa. Qaysi tarafdan boshlashni ham hozir o'ylayapman. Qarang. Nuqtai nazar bir vaqtda o'zida hamma narsa. Eng sizni mana shu biznesdagi fundamentingiz degan mubolag'a bo'lmaydi. Yoki sizni mana shu biznesda muvaffaqiyatingizni fundamenti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Nimaga deganda, bu bizani dunyo qarashimiz. Sizu bizni umuman olganda mana shu fikrlarimiz, mana bu kallaning ichidagi fikrlarimiz bizani hayotimizni reallashtiradi. Fikrlar narsalarni yaratadi, bir so'z bilan aytganda. Endi men sizga bir ikkita misollar keltiraman. Har bir narsa hayotda 3 bora paydo bo'ladi. 3 marta hayotda paydo bo'ladi. Demak, birinchisi fikrda, ya'ni xayolda, ikkinchisi qog'ozda va uchinchisi real hayotda. Misol uchun hozir masalan biz bir-birimizni mana shu telefon orqali ko'rib turibmiz, biz foydalanyapmiz mana shu gadjetlar, televizorlar, noutbuklar, kalkulyatorlar, mashinalar, samolyotlar, itakdali. Вот insoniyat foydalanayotgan nimaiki narsa borki, qachonlardir insonlarni kimnidir xayolidagi narsa bo'lgan. Qachonlardir insonlar tushunmagan o'sha bir temir qush bo'ladi, temir qushning ichiga kirib hamma uchib bu yoqdan chiqib bu yoqqa boradi desa, kim odamlar unga ishonmagan. Bizda masalan yoshligimizda sensorli ekranli bilan telefonlar chiqqani uncha uzoq bo'lmadi. Masalan yoshligimizda knopочный telefonlar bo'lardi va hali odam shunaqa telefonlar chiqib ketadi, odamlar telefonning o'zidan bir-birini ko'rib gaplashadi desa, ishonmasdi. Qanaqa bo'lishi mumkin degan narsa bo'lardi. Lekin mana hozir o'sha narsadan foydalanib turibmiz. Bu narsaga misol keltiradigan bo'lsak, ko'pcha misol bor, juda ko'p misollar bor bunaqa narsaga. Nimaga? O'sha insonlar fikr qildi, kimdir uni qog'ozga chertyajini chizdi va uni kimdir yaratdi. Demak, Alloh taolo aytadi: fikrga kelgan har bir narsa amalga oshguvchidir deyiladi. Demak, xayolga kelgan har bir narsa amalga oshguvchidir. Buni agar Secret filmini biladiganlar bo'lsa, ko'rgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, Secret filmini ko'rgan odam mana hozir nima demoqchiligimni bittada tushunib bo'ldi o'sha. Nimaga deganda, sizu biz mana fikrlarimizga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz kerak ekan. Agar siz mana biznesni boshlab turib, o'zingizni fikringizga o'zingiz ekayotgan bo'lsangiz, odamlarda pul yo'q desangiz, sizni yoningizga faqat pul yo'q odamlar yig'iladi. Garantiya. Ikkinchidan, mahsulotimiz zo'r, Germaniyaniki effekti ham zo'r. Faqat shu narxi qimmatda deb aytadigan bo'lsangiz, o'zingizni yoningizga xuddi shunaqa narxi qimmat deydigan odamlar keladi. Men hozir nimaga aytaman? Bu fikr shunaqada, fikr tortadi o'sha. Siz fikringizga nimani eksangiz, ana shu narsani o'zingizga tortib olasiz. Chunki ong bor, ong osti bor. Ong osti bizani hayotimizni reallashtiradi. Nuqtai nazar to'g'ridan to'g'ri ong osti bilan bog'liq bo'ladi. Siz fikringizni, nazaringizni точка зрения deydimi? Точка зрения nimaga qaratadigan bo'lsangiz, aynan o'sha narsa shakllanadi. Nima uchun masalan maqsad qo'yiladi? Nima uchun maqsad qo'yiladi? Maqsad qo'ygan odamni ko'zi faqat o'sha maqsadni ko'radi va o'sha maqsadga erishadi o'sha inson. Siz mana bu yerda o'tirib olib, biznesni boshlagansiz, go'yoki registratsiya bo'lgansizda, har kuni har xil bahona.
voy bugun to'yim chiqib qoldi, voy bugun gapim bor edi, men ertadan boshlayman. Taklif qilyapman, odamlar yo'q deyapti. Odamlarda ham pul yo'q-da. Odamlar arzon narsaga uchadi. Nimaga bozorga kirsangiz, e, bozorda bor. Aytaylik 100 ming so'mga ham ko'ylak bor, 500 ming so'mga ham ko'ylak bor, $1000 ga ham ko'ylak bor. Lekin hammasini o'zining klienti bor. Boyagi $1000 klient ko'ylak sotayotgan odam aytmaydi hech qachon. Mani ko'ylaklarim qimmatda, odamlar uni ololmaydi-da deb aytmaydi. Lekin o'sha $1000 ko'ylakni oladigan insonlar bor, bilamiz buni. Xuddi shu singari bu biznesda ham agar sizda mana shunaqa отрицательный negativ fikrlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu fikrlaringizni to'g'rilashingiz kerak. Jamoangizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni o'zgartiring. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni o'zgartiring. Hamma narsa oldin o'zingizdan boshlanadi. O'zingizni o'zgartirmasdan turib, jamoangizni o'zgartira olmaysiz. Biz o'zgarishni xohlamaymiz-da, o'zimizni ustimizda ishlashni xohlamaymiz, o'zimizni o'zgartirishni xohlamaymiz-da. To'yiz aybni qidiramiz, aholidan qidiramiz, aybni qidiramiz, mahsulotni narxidan qidiramiz, aybni qidiramiz, dastavkadan qidiramiz, aybni qidiramiz, sponsordan qidiramiz, kompaniyadan qidiramiz. Vechna nima? Ayb qidiramiz. Bu yoki siz ideal insonsiz, qolgan hamma narsa neideal. Siz o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, yon atrofingiz shunaqa bo'ladi. Siz o'zingiz qanaqa inson bo'ladigan bo'lsangiz, sizni o'rab turadigan, sizni biznesingizga ham xuddi shunaqa insonlar yig'iladi. Bu hayot shunaqa. Hayot shunaqa. O'shaning uchun men har doim masalan komandamdagi insonlarga aytaman, har doim yon atrofingizni filtr qiling. Siz kim bilan munosabat quryapsiz? Har doim filtr qiling. Kim bilan gaplashyapsiz? Gaplashayotgan odamimiz alqashmi, o'g'rimi, qanaqa inson? Biznesmenmi? Agar siz 3 ta 4 ta agar aytaylik axloqi buzuq inson bilan yuradigan bo'lsangiz, 5-inchisi siz bo'lasiz. 3 ta 4 ta millioner bilan yuradigan bo'lsangiz, 5-inchisi siz bo'lasiz. 2 ta 3 ta biznesmen bilan yuradigan bo'lsangiz, 4-chi biznesmen siz bo'lasiz. O'shaning uchun har siz qaysi muhitda bo'ladigan bo'lsangiz, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Siz qaysi muhitda bo'ladigan bo'lsangiz, sizni tochka zriningiz, ya'ni fikrlashingiz, ya'ni nuqtai nazaringiz aynan o'sha sizni o'rab turgan muhitga moslashib ketadi. Plankani kattaroq olishimiz kerak. Plankani ko'tarishimiz kerak. Siz agar hozir oyga $2000 yoki $1000 pul topayotgan bo'lishingiz mumkin. Kimdir aytaylik, kimdir uchun oyiga $5000 topish juda katta baxt bo'ladigan bo'lsa, kimdir uchun oyiga $5000 topish bu o'ta ham sharmandalik. Sizni eng tepadagi mana bu patologingiz kimnidir poli bo'lishi mumkin. Shuni hech qachon unutmang. Sizni eng mana tepada o'ylagan narsa bo'ldi. Mana shu mana tepa mana shu yerga yetsam bo'l degan anaqangiz kimnidir poli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun plankani ko'taring. Planka degani o'sha dunyoqarash mana shu. Mani bir narsa hayron qoldiradi-da. Odamlarda biznes boshlash uchun pul yo'q. Lekin aytaylik, tungi barga borishga pul bor. Aytaylik, qanaqadir biznes boshlash uchun pul yo'q, lekin to'y qilish uchun pul bor. $160 ga biznes boshlash qiyin. Oyiga aytaylik $5000 daromad olib keladigan oyiga biznes boshlash qiyin, lekin $160 ga ko'ylak kiyish yoki bir kun to'y uchun ko'ylak olish bu arzon. Mana shu narsa hayron qoldiradi. Insonlarda 1 soat treningga kirish, o'zini kelajagini qurish uchun, daromad topish uchun, biznes qilish uchun, komanda qurish uchun, biznes darsga 1 soat vaqtini ajratishi qiyin. Lekin 1 soat всякие keraksiz reelslarni, videolarni ko'rib turishga vaqt bor. Mana shu meni hayron qoldiradi. Lekin yana uni xohlaydi, chiroyli yashashni xohlaydi. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi.
3-4 odamni biznesga taklif qilib qo'yganingiz bilan, 3-4 odamga mahsulot sotib qo'yganingiz bilan siz millioner bo'lib qolmaysiz. Luboy, masalan, hozir mana shu PM kompaniyasida ko'rib turgan liderlaringiz bo'ladimi yoki boshqa kompaniya liderlari bo'ladimi? Katta chekkalarga chiqqan liderlar bilan agar bir og'iz suhbatini olib ko'ring, ular 3 oyda yoki 6 oyda yoki 1 yilda bu natijaga erishmagan. Ularda necha yillik tajriba bor. Necha yil yo'qoldi uchun. Qancha og'ir kunlarni, qancha qiyin kunlarni bosib o'tishdi. Ham har bitta biza misol sport nimasida ko'rsatadigan bo'lsak, biza chempionni 5 minutlik jangini ko'ramizda, chempionga havas qilamiz. Lekin u 5 minutda yutish uchun necha yil tayyorgarlik ko'rdi, necha masalan uyqusiz tunlar o'tdi, necha travmalarni o'tkazdi, qanchadan qancha o'zini ustida ishladi. Lekin uni hech kim ko'rmaydi. Unga повезло, omadi kelgan. Omadi kelgan narsa bo'lmaydi bu hayotda. Omad o'z-o'zidan kelmaydi. Omad harakat qilgan odamga keladi. Omad o'zini ustida ishlagan odamga keladi. Men agar qanaqadir qattiqroq gapirayotgan bo'lsam yoki nimadir uzr, lekin u o'zim uchun emas. Sizda o'sha biznesingizni chiroyli qura olishingiz uchun men gapiryapman. To'g'ri tushunishingiz uchun men gapiryapman. O'shaning uchun azizlar, bir haqiqatan mana shu точка зрениyangizni to'g'rilasangiz, boyagi bugundan boshlab yo'qotib tashlang. Mahsulot qimmat edi, dastlabki anaqa edi, odamlar uchun qimmatli qiladi, odamlar uchun qimmatli qilmaydi. Garantiya bu. Nimaga foydasiz narsalar uchun undan ziyod pul sarflaydi? U qimmat emasda, nima uchun sog'ligi uchun qiymatli, qimmat, juda muhim bo'lgan narsalar qimmat hisoblanishi kerak. Bizning eng qimmat narsamiz sog'ligimiz emasmi? Kompaniya shu narsani yo'lini juda ham zo'r qo'yibdi. Menga ba'zi patentlarni aytadi, mahsuloti zo'r, doim olib ichkim keladi, lekin sharoitim ko'tarmaydi. Xo'p, mana kompaniya o'z sharoitini berib qo'yibdi-ku. Taklif qiling o'ziga o'xshagan insonlarni. Va kompaniya sizga oylik to'laydi-ku uchun. Va siz o'zingizga chiqqan oylikdan bemalol tekinga mahsulot olishingiz mumkin. Tekinga o'z ishlagan pulingizga olasiz, umuman cho'ntagingizdan pul ketmaganda bo'laveradi. Bu juda ham yaxshi biznes-ku. Ham sayohat qilsangiz, ham sog'ligingizni tiklasangiz, ham pul ishlasangiz, qayerda bunaqa biznes bor? Qayerda bor bunaqa biznes? Qaysi ish oson? Mana ayting, qaysi ish oson? Misol uchun bitta aytaylik, apteka ochasizmi, do'kon ochasizmi, qanaqa nimadir ochadigan bo'lsangizmi yoki kafe, restoran ochasizmi, bilasizmi, necha soat siz u yerda ishlashingiz kerak? Men bilaman, nechta tanishlarimni, masalan, aptekasi bor, magazini bor, kafe, restorani bor. 24 soat bo'lsa, 16 soat, 18 soat ishlaydi. Bu haqiqatda yaxshi pul topmoqchi bo'lsangiz, kelajakda yaxshi qilmoqchi bo'lsangiz, bu огромный tруд bu. Og'ir ish bu, bunga chidash kerak. Xo'p. Bizning ikkinchi asosimiz, bugun shu ikkita asosga o'tamiz, bo'ldi. Ikkinchi asosimiz orzu va maqsad. Orzu va maqsad. Nimaga komandangizda ba'zi insonlarda harakat yo'q? Nimaga ba'zi inson prosta registratsiya bo'lib, boshida zo'r qo'zg'aladida 5 kun, 1 haftadan keyin o'chib qoladi. Nima uchun? Maqsad yo'q. Maqsad yo'q. Men bu narsani xohlayman deyish boshqa. Uni maqsadga aylantirib umuman boshqa narsa. Chunki maqsadi bor insonni ko'ziga uyqu kelmaydi. Maqsadi bor insonni to'xtatadigan narsa bo'lmaydi. Maqsadi bor inson to'siq nima ko'rmaydi. Uni maqsadi yo'lda uchraydigan to'siqlardan ancha katta bo'ladi. Orzu bor, maqsad bor. Orzuni hamma qilaveradi. Misol uchun, men
million dollar topishni xohlayman, man 100 ming dollar topishni xohlayman, man Range Rover mashinasini olishni xohlayman, man BMW olishni xohlayman. Bu shunchaki orzu bo'lib qolaveradi. Agar siz uni maqsadga aylantirmaydigan bo'lsangiz. Maqsad nima? Maqsadni siz aniq vaqt belgilaysiz. Aniq vaqt belgilaysiz, aniq kolичество belgilaysiz, aniq nima deydi? Aniqlik bo'ladi xullas. Misol uchun, men 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin mana bu sanagacha men prezidentlik yopaman yoki vitse prezidentlik yopaman yoki IMMni yopaman. Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan. Agar siz maqsadingizni masalan nimadir katta maqsadingiz bor, aynan siz turgan точка A точка deb biladigan bo'lsangiz, ana sizning maqsadingiz B точка bo'lsa. B точка bo'lsa. Agar siz konkretni maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, siz точно bilasiz, o'sha maqsadingizga erishtiradigan unsurlar nimaligini. Qancha pul kerak bo'ladi u maqsadingizga erishish uchun? Nimalar kerak bo'ladi u maqsadingizga erishish uchun? Va siz chotga uni tushunib chiqasiz. Ha, menimcha pul kerak bo'ladi, men uni menimcha vaqtda topaman deb. Ana bu insonni to'xtatib bo'lmaydi. Ana shu insonni to'xtatib bo'lmaydi. Bu yoki o'zingizda suvga o'xshaydi. Men aytaman, suvda strategiyasi borda, bizlarga o'zi tabiat ko'p narsani o'rgatib qo'yadi. Tabiat ko'p narsani o'rgatib qo'yadi. Tabiatdan ko'p narsani o'rganish mumkin. Suvga qarang. Oqib kelayotgan suvni yo'lini to'sing. To'g'on bilan to'sing. U oqib kelyapti. Nima qiladi suv? Gazavaga tushadimi? Yo indamay orqaga qaytib ketadimi? Yo'q. Suv sekin o'sha yerda yig'iladi. Shuni to'playdi. Shuni to'plab bo'lgandan keyin yo o'sha to'siqni oshib o'tadi, yo yiqitib o'tadi yoki aylanib o'tadi. Lekin aniq o'tadi u yerdan. Ana shu suvda strategiyasi menga juda ham zo'r ma'qul keladi. O'zi buyuklar aytadi-ku, agar qanaqadir maqsadga erishmoqchi bo'lsang va seni yo'lingda to'siqlar chiqishi tayin, har bir maqsadning yo'lida to'siqlar bo'ladi. Maqsadga erishish yo'lini o'zgartir, lekin maqsadni emas deyilgan. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda PM kompaniyasini maksimal nima deydi? Xalqimizga kengaytirib taklif qilish va ko'proq oilalarga kirib borishini ta'minlash va shundan birga juda ham katta komanda, juda ham katta biznes qurish. Bizning maqsadimiz. Demak, mana shu maqsad yo'lida bizni hech qanaqa qiyinchilikdan, to'siqni qaytishimiz kerak emas, to'xtatishimiz kerak emas. Bu reja A bilan o'xshamayaptimi? B bilan bilan. B bilan o'xshamayaptimi? C bilan bilan. Lekin aniq shu joyga yetib borishimiz kerak. Sizga kuch berib turadigan narsa, masalan, ishdan chiqib ketmaslikda, masalan, komandangiz bilan ishlayverishda sizga kuch berib turadigan narsa aynan bu sizning maqsadingiz bo'ladi. Maqsadi yo'q bo'lgan odam bir keladi, treningga bir kiradi, ikki kiradi, bo'ldi, anaqa qilmaydi. Maqsadi bor odamchi. Mana shu narsaga erishishim uchun menga shu narsa kerakmi? Bo'ldi, qiladi o'sha narsani. O'shaning uchun birinchi o'rinda, demak, bizlarni qilishimiz kerak bo'lgan narsa nuqtai nazarni o'zgartirish ekan, fikrlashdi. Fikrni shuni tozalang. Bugundan boshlab boshga yostiqqa qo'yingda, o'zingizdagi negativ fikrlarni tozalab tashlang. Ana undan keyin sizda ishingiz yurishni boshlaydi. Siz fikringizni o'zgartirmasangiz, kimgadir biznesni taklif qilaman desangizda, ichingizdan turib, bu yo'q deydi deb turadigan bo'lsangiz, bo'ldi, javobini aytib o'tiribsiz, nima qilasiz unga taklif qilib? Javobni o'zingiz aytib o'tiribsiz-ku. Nuqtai nazar xuddi shunaqa ishlaydi. Men juda ham ko'p hamkorlarda kuzataman mana shu narsani. U insonga hali taklif qilmasdan turib, u insondan hali javobini eshitmasdan turib, bu yoqda o'zi qarorni berib bo'ladi. Yo'q deb aytadi, qimmat deb aytadi, buni olishga puli yo'q. Tushundira oldimmi? Demak, bu narsalarni, men hozir sizga aytgan narsalarni buni birlashtirish kerak. Mana shu mahsulotni siz kimgadir tavsiya qilayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu mahsulotni qiymatini ko'rsata bilishingiz kerak. Promotion berish kerak mahsulotga.
Endi biznes, siz uni biznesga taklif qilmoqchimisiz? Biznesga promotion berishingiz kerak. Sizni fikringizga qarab undagi mana bu yerda nimadir shakllanadi. To'g'rimi? Sizni fikringizga qarab nimadir shakllanadi. O'shaning uchun bu narsa juda ham muhim sanaladi, azizlar. Birinchi o'rinda, demak, nuqtai nazarni o'zgartirib olamiz. Ikkinchi o'rinda o'zimizga maqsad qo'yamiz. Ikkinchi o'rinda maqsad qo'yamiz. Maqsad, demak, uzoq muddatli maqsadlar bo'ladi va qisqa muddatli maqsadlar bo'ladi. Hech qachon masalan o'zingizni oldingizga hozir tog'dan katta maqsadni qo'yib, 2 oydan umuman nerealniy muddatni belgilab qo'yib, keyin unga yetisha olmasdan shunchaki ana ruhdan tushib qolmang. O'zingizga maqsadni qo'yishni qoidalari bor. Qisqa muddatli maqsad. Misol uchun 1 oyda bo'lishi mumkin, 2 oyda bo'lishi mumkin, 3 oyda bo'lishi mumkin, ha? Bu nimadan kelib chiqadi? Hozir topayotgan daromadingizdan kelib chiqadi. Va har bir kichkina maqsadlarga erishganingizda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortib boradi. Va kichik maqsadlar yig'ilishib sizni katta maqsadga yetaklaydi. O'shaning uchun men bitta maqsad qo'ydim bo'ldi emas. O'zingiz uchun maqsadlaringizni belgilang. Buning uchun sizga nima masalan hayotingizni aytaylik 100 yillik strategiyasini tuzib chiqing. Mana bu yoshda men bu joyda bo'laman, bu yoshda men bu joyga bo'laman, men bu yoshda bu joyga bo'laman va menda mana bunaqa narsalar bo'ladi. Men mana bunaqa narsalar yarataman. Maqsadni men bitta sekretini aytaman. Muhim joyi maqsadingizni har doim xalqqa xizmat keltiradigan narsalarga bog'lang. Tushuntira oldimmi? Misol uchun xalqqa xizmat qiladigan narsa nima bo'lishi mumkin? Sifatli tibbiy xizmat bo'lishi mumkin. Korrupsiyasi yo'q, o'quv tizimi bo'lishi mumkin, o'quv markazi bo'lishi mumkin, xususiy maktab, xususiy bog'cha. Bular nima qilyapti? Xalqqa xizmat qilyaptimi? Xalqqa xizmat qilishga yo'naltirilgan sizning maqsadlaringiz albatta tezroq amalga oshadi. Buning uchun Alloh o'zi yordamchi bo'ladi. Mana bu maqsadni belgilashda juda ham zo'r sekret sizga. O'shaning uchun aynan mana shunaqa xalqning xizmatiga yo'naltirilgan maqsadlar tezroq amalga oshadi. Misol uchun 1000 tub mevali daraxt ekish mumkin. Mevali daraxt xalq xizmatiga xizmat qiladimi yoki gres qilishingiz mumkin. Gets qilishingiz mumkin, ha, elektr tok ishlab chiqaradigan. U uchun juda ham katta pul kerak bo'ladi. Lekin u xalqqa xizmat qiladimi? Agar siz mana shunaqa katta maqsadlarni qo'yadigan bo'lsangiz, uni amalga oshirishda Alloh sizga yordamchi bo'ladi. Va uni yo'lida o'zi kichkina maqsadlar sama-saboy amalga oshib ketadi. O'shaning uchun azizlar, maqsadni ham to'g'ri qo'yishimiz kerak. Va har bitta, masalan, mashinasi yo'q odamlar maqsad qo'yib, kichkina maqsad, mashinalar kichkina maqsad hisoblanadi. Bizlarni xalqimizda ko'pchilikda masalan planka shu darajaga tushib ketganki, maqsad so'rasangiz, uy olish, mashina olish, uy olish, mashina olish, uy olish, mashina olish. Juda ham kichkina maqsadlar bular. Endi butun hayotga bitta uy olish yoki bitta mashina olish bu maqsad emas-da bu. Plankani sal ochaylik, sal dunyoqarashni kengaytiraylik, sal kruгозорni kengaytiraylik. Dunyo o'zgardi, bozor o'zgardi. Hozir o'zingizda bitta mahallangizda yoki shahringizda biznes qilish kerak emas. Uyda o'tirgan holda butun dunyo bilan bozor qilishingiz mumkin. Butun dunyo bir bozor. Hozir mana onlayn do'kon, onlayn marketlar bor. Onlayn bitta joydan turib butun dunyoga tovar sotishingiz mumkin. O'shaning uchun salgina kruгозорni kengaytirishimiz kerak, kruгозорni plankani oshirishimiz kerak. Plankani oshiradigan narsa nima? O'zingizni o'rab turgan, o'zingizdan bir pog'ona yoki 5 pog'ona yoki 10 pog'ona insonlar bilan ko'proq muloqot qiling. Kitoblar o'qing. Mana bu sizni albatta o'stiradi. Demak, bizlar maqsadimiz bo'ldi. Maqsad qo'ygan odamni azizlar, u go'yoki nishonga qarata otilgan o'q. Nishonga qarata otilgan o'q atrof muhitga qaraydimi? Boshqa yoqqa ketadimi? Yo'q. U to'g'ri nishonga qarab boradi. Siz ham oldingizga maqsad qo'yingda, bo'ldi, o'shanga qarab boring. Bo'ldi, boshqa yo'ldagi to'siqliklar, boshqalar, ular hammasi ortda qoladigan narsa. Biz agar butun mana O'zbekiston PM komanda butun birlashib mushti bir joyga uradigan bo'lsak, azizlar, albatta O'zbekistonga
bunaqa mahsulot bilan bemalol bozorda yorvorsa bo'ladi. Bemalol bozorda yorvorsa bo'ladi. Faqat salgina dunyoqarashimizni to'g'rilashimiz kerak. O'zi vaqtimiz ham oz qoldi. 21:00 da yana ta'kidlab o'taman, har kuni prezentatsiya bo'ladi. Takliflaringiz, yangi takliflaringiz bo'lsa, albatta taklif qiling. Petline mahsulotlari bo'yicha O'zbekcha natijalar gruppasiga. Bugungi mavzular bo'yicha savollar bo'lsa, 5 daqiqa vaqtimiz bor. Tushunmagan joylar yoki biznesda qiynalayotgan joylaringiz bo'lsa, ana shu 5 daqiqada savollaringizni berishingiz mumkin. Bugungi mavzu hammaga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat, Rasat, tushunarli bo'ldi. Kattakon rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Сарварчон, Yaxshi, как всегда, на высоте. Молодец. Самые нужные темы затронул. Очень-очень правильно. Endi savol har kuni ikkita anavi bo'ladi. Asosmi? Две темы. Да, ikkita asos. Ну, уже bugunkilari men 4 ta ustum bilan bo'lgani uchun salgina vaqt oladi. Qolganlari agar ulguradigan bo'lsa 3 ta 4 ta ham o'tib yuboramiz. Endi maksimal mana shu komandani rivojlantiramiz. Orasida motivatsion darslar bo'ladi, misol xullas qiziqarli olib boraveramiz. Zo'r, молодец. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Boshqa savollar bo'lmasa, chatda yopamiz o'rtoqlar. Agar kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, lechkamga yozsangiz ham javob beraveraman. Сарвар, здравствуйте. У меня есть к вам вопрос. Подскажите, слушаю. пожалуйста, именно на русском ПИЭ есть презентации. Такие же презентации будут на узбекском языке, если вот у меня сейчас начнут появляться партнеры в Узбекистане, и мне важно, чтобы они слушали именно на узбекском языке, потому что они больше понимают. Вот с сегодняшнего дня, вот 21:00 начинается узбекская презентация. Одно и то же. Все, я поняла. Благодарю вас, Сарвар, за мотивацию. Вы очень крутой. Спасибо. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, dars uchun juda ham zo'r bo'ldi, manfaatli bo'ldi. Men ham hozir shu narsa aytmoqchi edim. Ko'proq bizga hozir prezentatsiya kompaniyani imkoniyatlarini, nima uchun bu kompaniyaga kirish kerak, foydalari, uch tomonlama ko'proq chat bo'lsa, biz takliflarimizni ko'proq olib kirsak, hali biz prezentatsiya qo'yishni bilmaymiz, bu kompaniyani imkoniyatlarini kimgadir ochib bera olmaymiz hali. Uning uchun biz bir necha marta o'zimiz ham prezentatsiyaga kirishimiz kerak o'sha odamimiz bilan birgalikda. O'sha uchun bizga ko'proq prezentatsiya chat kerak hozir. Agar iloji bo'lsa shuni. Вот 21:00 da o'zbekcha gruppada prezentatsiya bo'ladi har kuni. Bir kuni biznes prezentatsiya bo'ladi, bir kuni produktoviy mahsulotlar bo'yicha prezentatsiya bo'ladi va har kuni ham bu yerda faqat partnyorlar uchun, faqat registratsiyadan o'tgan hamkorlar uchun обучение ham bo'ladi. Rahmat. Bu gruppa faqat hamkorlar uchun, bu gruppa. Prezentatsiya boshqa gruppaga bo'ladi. Ссылка bor gruppada. Ha, bormi? U gruppada har kuni bo'lyapti, shunda to'g'rimi prezentatsiya? U gruppada bugundan boshlab har kuni bo'ladi. Ha, bugundan boshlab bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, rahmat. Sarvar Tursunovich, meni eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Yulduz opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Meni mikrofonim qo'shilmadi-da, o'shaning uchun videoda kutib turibman-da. Yo'q, gap. Bugun biz 6 kishi kirdik, Qamashi komandadan. Hammasiga tashakkur bildiraman. Shu 6 ta 7 ta kishi iltimos 9dagiga kiringizlar, 9dagiga. Bu juda ajoyib bo'ladi mahsulotlar to'g'risida. Hozir biznes to'g'risida, boshlash to'g'risida juda ajoyib bo'ldi. Rahmat sizga. Xo'p, Sarvar Tursunovich. Qorong'i demang, mashinada o'tirib, yo'ldaman, eshitib o'tiribman sizni. Gap yo'q otangizga. Rahmat. Rahmat komanda, rahmat hamkorlar. Bo'sh kelmanglar endi.
Bozor ochiq hozircha O'zbekistonda. Qo'shnilar egallab oladi. Газуем deb qo'ying. Gazoyim, девочки, gazoyim. Gazoyim. Botirova, qamchilang otdi. Qo'shnilar kirib kelyapti O'zbekistonga bostirib. Yo, shunda ertaga qo'shningizni, ertaga onlayndan shunday qo'shningizni olib qo'yadi-da, Lola. Boshqalarga ham taalluqli. Shunday dugonangizni olib qo'yadi. Kerak bo'lsa, qo'ynida yotgan eringiz ham shunday qiziqatda bosib yoradi, azob bo'lib ketadi. Qadrdonlar, hammaga rahmat. Shunaqa zo'r emotsiyalar uchun. Juda ham zo'r tinglaganingiz uchun rahmat. Barchaga manfaatli bo'lganda men xursandman. O'sha vaqtimiz yetib keldi. 21:00 da hamma sirazi prezentatsiya gruppaga o'tsin. Ko'rishguncha. Давайте prezentatsiya gruppada Rahmat Sarvarjon, ko'rishguncha. Rahmat. Rahmat Sarvar Eldorovich, sog' bo'ling.